365 günlük tanıştırış safarimizning 30 kuniga sizni taklif qilib keldim. Bugungi tanıştirish mashqimizda bizning ansirashlarimiz, andishlarimiz bolamizning hayotiga qanday ta'sirlarni ko'rsatadi. Agarda bizning shu ansirashlarimiz, andishlarimiz sababli bolamizning hayotida ba'zi bir biz xohlamaydigan ahvollar yuz bergan bo'lsa, biz uni qanday tozalash qilamiz, bu haqida tanishtish qilaylik. Men o'zimning mush bolasi haqida hikoyani sizlar bilan o'rtoqlashsam, to'y qilib, shu balliq bo'lishni texay planlamay turiblar. O'zimning homildor bo'lganligimni anglaganda menda bir ansirash bo'ldi. Andish qildim. Xizmatni aytdi jiddiy tursa, bu balni qo'saq ko'tarsam qiynab qolamanmi? Bu balni tug'sam qandoq boqaman? Xizmat o'rnimni sal yiroqroq dedi. Bu balni tug'sam qandoq boqaman degan andishlar bag'on siri cho'nqurladi. Endi mushtaq qilib bu balni tug'dim. Bala tug'ilganda qiyin tug'di, bu bala tasqaldi o'lib qoldi. Shunday qilib bu balmi tug'ildi. Tug'ilgandan keyin bu bala shu o'pka yalog'i deb mushtaq bir og'rishlar bo'lib ketdi. Balni davolashlar bo'ldi. Mushtaq qilib o'zim xeyli bir qiyinchiliklarni tatdim. Ondan keyin bala 6 yoshga kirganda balni shu yerdagi hamda bir dangliq bo'lgan maktabga berdik. Shu vaqtimizda shu yotoqda yotqizmasak bo'lmaydi. Shunga yotoqda yotqizdik. Bala dastlabda hozir ko'pdir og'rigan bo'ldi. Bag'an sir bu xil og'riqlarning soni ko'paydi. Bag'an siri har haftada bir og'riydigan bo'ldi-da. Endi bu og'riqmi odatga aylanib qoldi. Bala chorshanba yoki payshanba kuni og'rib qoladi. Ma'lumisi ya chorshanba ya payshanba kuni telefon qiladi-da. Bu bag'an sir odatga aylanib ketganda shu bizmi ma'lum telefon qilamo, hiyla qilamo, tushdi qilamo, kechdi qilamo deb mushtaq holatda bizmi shu xuddi shu ish yuz bermasa bo'lmaydigandek mushtaq bir xil bo'lib qoldik. Shunday qilib bu ishlarni bir mezgil davomlashdi. Oxir bo'lmaganda bu balni biz maktabda deyishib opirib aktiv o'qitilganga arliq sal yiroq shunday bo'lsa-mu biz bir qiyinchiliklarni yengib opirib aktiv o'qitayli deb shuni o'rlashtirdik. Shunday qilib endi opirib akagandan keyin barbara balning ahvoli o'zgarish bo'lib yaxshilandi. Burunqi har hafta og'rib qoldig'ini barbara soni azaydi, bag'an og'rib qolmaydigan bo'ldi. Endi u vaqtimizda meningki bu haqda hech qanday bilishim yo'q, faqat balamning tini ojiz, balam kasaljon, kichikroq o'pkalig'i deb tashdaq davolashda bo'lgan, shuning ta'sirida mushtaq bo'ldi deb men har xil ozuqlarni berib, davolashlarni qilib, mushtaq qilib yuraman. Keyin ham bu psixologiya o'rganish safari qadam oldim. O'rgangan sari ba'zi ishlarning tegi yetdim. Hatto shu vaqtga shu balamning og'rib qolish sabablarini haqiqiy tushunib ketdim. Shunday qilib endi bu yerda men nimani his qildim deganda, haliqi men tayyorligim bitmagan tursa, bu balni qandoq boqaman, qandoq qilaman degan ansirashlarim tufaylidan balamninki bir sog'lom holatda tug'ilmasligini keltirib chiqargan ekanman. Hatto keyin tug'iliblar necha ichida shu o'pka yaloq bo'lib, har xil dori ukullarni iste'mol qilishimga sababchi bo'libdi. Shunday qilib 6 yoshga kirgan deylik yotoq maktabga opirib berib, bu balninki to'la og'rib kelish ishlarini shu o'zimdagi shu andishlar keltirib chiqardi-da. Balam uydan ayrıldı, og'rib qolamo. Anadan keyin og'rib qolgan bo'lgandan keyin ma'atda og'rib qolamo. Chorshanba kuni og'rib qolamo, payshanba kuni og'rib qolamo. Tushdan burun og'rib qolamo, tushdan keyin og'rib qolamo deganda haliqi ansirashlar, andishlar bag'an siri shu balamning shu ishlarini shu keltirib chiqargan ekan. Shuning bilan men buning qarta o'zim bir tinchlanishlarni qildim, tasnishlarni qildim, ya'ni psixologik maslahatlarni oldim. Keyin o'zim buni o'zim hal qildik bo'lganda to'xtamay shu vaqtga haliqi qo'zg'imda qolgan vaqtga mush balni qabul qilmagan bir tuyg'ularimni shu vaqtga shu andishlarimdan kechirim so'radim. Shu vaqt shu balamdan kechirim so'radim. Keyin balamninki shu maktabda og'rib qolishlariga sabab bo'lgan shu vaqtga o'zimning andishlarimdan, shu vaqtga tuyg'ularimdan kechirim so'rab, balamdan kechirim so'radim. Hatto 100 turan o'tirib necha qattam ishtaq kechirim so'radim. Balam garchi boshda tasbek
Buningga biz diqqat qilmagan yoki biz his qilmagan bir holatlarda bo'ldi. Keyin barbara bu ishlar qayta takrorlanib, shunaq kechirim so'rashlar ko'paygan sari balamdimi bir xil iliqi erish bo'ldi-da. Bizning munosabatimiz bilmay bag'an sir texmi yaqinlashdi. Hozir shunchalik ravon, ish qilib shunaq ravon bo'lib ketdi. Ilgari azroq qadiyanli bordi. Demak, hamda biz mana shundaq o'zimizning andishlar tufaylidan balamizga ba'zi biz xohlamaydigan ishlarni keltirib chiqargan bo'lsak, darhol to'xtatib, endi shu ishlarimizni mana shundaq men degandek usullarda tinchinish qilib, qayta shu holatlarga berib turib, shu tuyg'ularimizdan, shu vaqtdagi andishlarimizdan, shu vaqtdagi shu farzandlarimizdan kechirim so'rash orqali bu ishlarni yaxshilasak bo'ladi ekan. Bu namsa bugun hammalarningki shu o'zining andishlar tufaylidan bolalarda keltirib chiqargan ishlar nisbatan tinchlanib turib bir tasnish qilishni taklif qilaman.